Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqlarga xayrlik bo'lsin. Biz bu video orqali to'rt yuzlik Uyg'ur xatlarini bu xil holatga o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Esinglarda bo'lsa, biz 2020-yili 6-martda, ya'ni 6 martda bu xil kon usuldagi Uyg'urcha o'zgartirishni, ya'ni bu shaklda chiqadan qilishni ko'rib chiqqandik. Nayt ko'p qarindoshlar bundan foydalanib yaxshi inkaslarni qoldirgandi. Lekin vaqtning o'tishiga ergashib, hozir bu usul amaldan qolganligi uchun normal boshqa qisturlar orqali hal qilib kelayotgan. Biz buni dal ilgirki biz o'rtoqlashgan usulninki yangilangan sifatida yana qayta sizlarga olib keldik. Bunda bo'lsa biz yana o'xshash shaklda Google Chrome'ni kompyuterimizga qachilaymiz. Agar bo'lmasa, mengil bo'lganligi uchun bu qachilash bosqichini atlab o'tib ketma, ammo qachlay olasizlar. Ko'rayotganlaringizdek bu videoningki izohat qismida mavo hujjatningki ulanmasini ko'ra olasizlar. Bu yerdan tushirib olasizlar. Tushirib bo'lgandan keyin mana o'xshash mana shaklda tushirib. Tushib bo'lgandan keyin bu qo'shni besib bevosita Chrome Web Store kiraylik, bevosita. Ya'ni qisturma bozoriga. Agar bu bo'lmasa, ya'ni topolmasangiz, yana o'xshash shaklda men mavo ulanmani bu videoning izohat qismiga qoldirib qo'yman, bevosita aşağıdan kiralasizlar. Bu yerga biz stylebot deb kirgizamiz. Undan keyin buni Chrome'ga qo'shamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, mana qo'shildi. Mayat qisturmalar qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana stylebot bu yerni maqlaymiz. Maqlandan keyin bu yerda chiqadi. Chiqqandan keyin masalan Uyg'urcha bir to'lqinga kelib bu tanshaq qismiga kiramiz. Yana optionsga kirib, ma 3-nisini tanlab, bu yerdan import besib, ABM qilib tushirib olgan Uyg'urcha stylebot deganni kirib bo'lgandan keyin muvaffaqiyatli bo'ldimi? Bundan keyin bir yangilanib o'tgandan keyin bu yerda qarang bunda chiqdi. Buni ichib sizlar har qatim changlarni ochib yo'q, bir qatim ichib qo'ysanglar normal ishlarida men ko'rayotganlardek chiroyli bo'ldi. Ko'rayotganlardek ba'zi o'rinlarda ma'nodek chiroyli chiqmasligi mumkin. Va yoki mana bu yerda masalan chiroyli chiqmadi. Balkim sizlarda mayami chiroyli chiqmasligi mumkin, balkim chiroyli chiqishi mumkin. Agar bu ahvolda shu videoningki inkas qismiga ma'lum bir to'l bekatning ma'lum bir qismidagi ma'lum Uyg'urcha xat mana chiqib oldi deb inkas qoldirib qo'ysanglar, men darhol shu Uyg'urcha stylebotni yangilab qo'yman. Yangilab qo'ygandan keyin men yana inkas shaklda yangilab qo'yganlik haqidagi uchurni vatimizlarga vatib bo'lgandan keyin yana ABM biz o'xshash shaklda kirgandek yangilangan JS shu Uyg'urcha stylebotni kirgizsizlar. Undan keyin bir yangilasanglar, bunda shu sizlar inkas qilgan shu o'rindagi Uyg'urcha xatlar chiroyli bo'ldi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, mishat uchurlar qancha ko'paygan sari shuncha ko'p Uyg'urcha to'r bekatlar va yoki Uyg'urcha tarjima qilinmoqchi bo'lgan to'r bekatlardagi Uyg'urcha xatlar chiroyli chiqadigan bo'ldi. Buning ichida men o'sha qarindoshlarniki va o'zimniki eng ko'p ishlatadigan bo'lsam WhatsApp, Facebook, andan keyin YouTube qatorliq o'sha muhim to'r bekatlardagi Uyg'urcha xatlarni chiroyli chiqadigan qilib qo'ydim. Balkim sizlar ishlatadigan ba'zi to'r bekatlarni bilmasligim uchun Uyg'urcha xatni chiroyli chiqadiganga tanishmaganligim bo'lishi mumkin. Shunglashqa inkas shaklda qoldirib qo'ysanglar, men tez suratda buni yangilab sizlarga yo'llab qo'ysam bo'ldi. Hozirning o'zida biz YouTube'dan ma'lum inglizcha videoni Uyg'urcha tarjima qildirib ko'ra olamiz. Masalan, TED'dan bir tal videoni ko'rib boqaylik. Uyg'urcha tarjima qildiriblar. Qaraydigan bo'lsanglar, TED'ning o'zidagi bir tal videoni Uyg'urcha tarjima qildirdik. Tarjima qildirsak, chiroyli shaklda mana shaklda bo'ldi. Har vaqt buni ichishinglarniki aytish yo'q, avtomatiklam ichirdi. Men faqat sizlarga farqini ko'rsatish uchun hozir aytib turay. Qaraydigan bo'lsanglar, mana shaklda mana ichitimiz o'nshildi degan gap. Ya'ni abadiganimdek sizlar ishlatishinglar mumkin bo'lgan, ya'ni ishlatadi deb qaragan ba'zi o'rinlarni o'nshab qo'ydim. Abadiganimdek shu o'rindagi uchurlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p Uyg'urcha to'r bekatlar va yoki Uyg'urchaga tarjima qildirilish orqali foydalanan to'r bekatlardagi xatlar chiroyli bo'ldi, o'qishimizga qulaylik bo'ldi.
Xo'sh, unda esa bugungi darsimiz mushunchalik bo'lsin. Boshqa darslarimiz ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga emanet.